Ajnabilarning shifoxona ichish, din tarqitish usuli bilan aqida o'g'irlab, xalqimizni ma'naviy jihatdan zaharlashda qilmishlariga qo'l qo'shtirib qarab turganimiz to'g'ri bo'lmabdi. Agar uningga davomli sukut qilib turadigan bo'lsak, kelgusi avlodlarimiz oldida javobgarlikka tortilamiz. Damollam nima uchundir titrab ketdi. Uni qandoqdir ig'ir dard alam azoblayotgandek qiladi. Bir ozdan keyin u o'zini besib elib, bolalar tarafga qarab, "Bolalar maktabga ilinsin", dedi. 14-bob ochiq xiyol, keskin fikrlar. Dard yutish, ajal yutgandek ig'ir. Xalq so'zi. Bir kunlik zich mashg'ulotdan horg'inlik yetgan Abduqodir Damulla qiynib uxlab orom elishni xohlaydi. Ammo uyqu topolmadi. Xuddi do'lqinga uchirgan qiyiqdek ochiq xiyol dengizida heli u, heli bu qirg'oqqa so'qilib chayqaladi. U amdili yetishiga bugun yuz bergan xo'rliqning ochiq alimi xiyoliga keladi-da, xuddi ilon cheqib olgan odamdek azoblanib yotolmaydi. Amdili ko'z yumsa, qandoqdir qo'llarida sim qamchi ko'tirib olgan o'ri ko'z maymun talat maxluqlarning shahar ko'chalarida haqavurlik qilishib yurganlari. Zo'rliq zo'mbuliq qilib, xalq beshida qamchi o'ynatganlari. Xohlagan chog'da xohlagan kishilarni urib so'qib xo'rlaganlari. Haqorat qilganlari ko'z oldiga keladi. Quloq tuvida elning mungzari anglanadi-da, uyqusi qochadi. Xudoya tova, dedi u tagiyidan beshini dast ko'tirib. Uy ichi qorong'u edi. Uning paymoniga to'lgan dardlik hosirashlari ko'l suyidek tiniq va jimjit uyda surlik anglanadi. Damollam derizadan osmonga qaradi. Ko'kda yulduzlar charaqlab turadi. Yotdan yot kishilar, ha? Ajaba, bu zaminda onasining do'ppisi tushib qolgandek, shuncha yiroqlardan tog' otlab, davon eshib kelgini. Qandaqdir elchixona, shifoxona va boshqa savdo to'rlari qurg'ini nimasi? Ular shu xil vositalar orqali vasvasa silib, xalqni ozdirmoqchi, aqida o'g'irlamoqchi. Jinning qasdi shaptolda. Bu nima degan dahshatli suiqasddan? Buningga qandoqmi toqat qilib turg'ili bo'lsin? Ajaba, bu suiqaslarning ularning o'z qo'li bilan emas, balki qandoqdir Hasan Shivit, Yusuf Shivit deganga o'xshash o'z ichimizdan chiqqan vijdonsiz munofiqlarning qo'li orqali yurgizayotganligi texmo ig'ir alam emasmi? Bu suiqaslar xuddi avrazdan chiqqan chayondek zahar sanchib azoblayotsa, bu azobga qandoqmi chidab turg'ili bo'lsin? Dadim. Bu azob qachonmi tugar? Abduqodir Damulla cheksiz azob o'tida o'rtinib, qo'qqosga tushgan qildek to'lg'inatdi. Ochiq xiyollar xuddi sapga tizilgan lashkardek birining orqadan biri keladi. Uyqusi butunlay qochgan edi. Qandoqmi qilishamiz? Qandoqmi qilishamiz? Dedi u dardlik uzun tortib. Uning dardi haqiqatan ig'ir edi. Yurt g'imi, xalqning taqdiri to'g'risida beshi toshda qotgan Damulla ig'ir uhsinatdi. U g'azab bilan yana o'z-o'ziga shivirladi. Yangilik, islohot targ'ibotlari, xalqning uyg'onish, taraqqiy qilish talablari qilchi ta'sir qilmagan mutassib qori kuchlar. 40 yil sug'i bog'lab qo'ysimi, dili erimaydigan posiq bexillar. Bütün eski illatlarni diyonatsizlik, insofsizlik, axloqsizlik va boshqa razil paskashliklarni qandoqdir chiroyli anglanadigan ishon, so'pi, mahsum, vali degandek sirliq nomlar ostiga yo'shirib yurgan. Tili bilan dili bir bo'lmagan qandoqdir niqobliq maxluqlar bizga kelayotgan dard alamning qonli xanjari emasmi? Allah buyurgan haq yo'lga zohiran amal qilgan bo'lib bilib, amaliyotda uni buzib kelayotgan. Xuddi haj tavob qilishni bahona qilib, amaliyotda tijoratga mangan niyati buzuq posiqlarga o'xshash, Allah bergan ilmni pul tepish, jon beqishning dasmoyisi qilib olgan mollalar. Atidan kashkicha, ko'chma-ko'cha, uyma-uy qotirab, duoxonlik qilib, qimarvas,
pohishvoz o'g'liga yoki manmanlik talishib cho'qon ko'tirishayotgan obro'yparast qushnochilarning barikalasiga pul to'plab berayotgan duoxonlarning qilayotgan osh ko'zliklari yurakni zardab qilayotgan zahr emasmi? Butkul insofsizlikni, qanoatsizlikni, fitni fasodni o'zlariga yagona kasb qilib bilib, ko'ngil xalqni insof diyonatga, shukr qanoatga, shartsiz itoatga dalolat qilib, ularning qarg'ulochi itoatidan naf ilib odatlangan ochko'z mullalar va ularning nafsoniyatchiligi, tamaxo'rligi, ko'chma-ko'cha qatirab, bo'lin pushqoqlarda timsiqlab yurib, kishilarning norisida qizlariga duo qilib yurishdek razil qilmishlari yurakni zardab qilg'uchi dard alamning bir uchi bo'lsa, ularning shaxsiy g'araz orlashgan amr ma'ruflariga oldinib, deginni qilib, bu dunyoning rohatini ularga o'tinib, o'zlari boqi olamda rohat ko'rishga umid bog'lab, xoruzorlik kunlarga qolgan nodonlarning mo'minligi, mo'ngligi dard alamning yana bir uchi emasmi? Xudo, vodariha, qanday qilmoq kerak? Jamiyatdan iborat bu to'ponni xuddi xamon so'ragandek gohi o'ng, gohi ta'tir shamolga bir gurjakdan etib don bilan samonni. Haq bilan nohaqni ajratib chiqqan domullamning vujudi g'azabdan simobdek titraydi. Qanday qilish kerak? Kishini aql idrokqa, chora tadbirga, amaliy ishga rag'batlantiruvchi bu savolni bir qancha qitim takrorlagan domullamning shunda qudratlik bo'lg'isi keldiki, bir qilish bars xudo, kastab uningga buyursam, o'zsi xalqning bo'ynidan xorliq kishan zanjirni deydi. Shafoatlik xudo shundoq bir qudrati Sulaymon ato qilsa, angushtarning mo'jizasi yoki butkul jonivorlarning kuch-qudrati bilan bir kun ichida yo'q. Ko'zni yumib etish orliqida butkul jamiyatni qulluq asoratdan, xalqni xorliq kishan zanjiridan qutuldirib, ma'rifat quyoshi nur chashqan. Nurlik barobarlik mash'allari yolqinjab jula chashqan yangi bir oltin davrining sahifasini etishni tasavvur qiladi. Bu bir ulug'vor g'oya, yuksak orzu umid. Mundaq ulug'vor g'oyaga bir kun, yarim kun ichida emas, balki uzun muddat umidvorlik bilan hormay talmay kurash qilish orqali yetkili bo'ladiganligini tushunib yetgan domullam diqqatini amaliyotga burab, navbatda duch kelayotgan amaliy ishlarni qandoq bir taraf qilish to'g'risida o'ylashga kirishdi. Oldi bilan insofsiz fitni fasodchi, hasadxo'r, mutassib ishon domullarni haqiqatga, insofga da'vat qilish, ko'rinishda taqvo, amaliyotda bulangchilik qiladigan oshko'z shayx, mutavallilarni insofga keltirish, bu orqali ulardan bir qism xarajat ajratib, ma'rifat chiroqlarini ko'prak yiqish, maktab, matbuot ishlarini rivojlantirib, ommaga manfaatli ish qilib berish. Ondan aqida o'g'risi shivit missionerlarining o'ziga murd to'plash harakatiga unumli taqobil turish lozim. Tun nisbi bo'lgan chaq, domullamning xiyol jangohida jang boshlandi. Beshiga qosqondek yo'g'on dastar o'rib olgan. Dastarning yo'g'onligidan yuzi shaparangnikidek kichik ham kulkilik ko'rindigan. Qushliq soqol, yo'g'on qo'rsoq, sirliq ham surlik odamlar. Yana qandoqdir kirpi tumshuq, o'ri ko'z, siyoqidan och ko'zligi chiqib turadigan ajoyib maxluqlar. Qandoqdir maymun talat, tarshabal, pirozi ko'z, qopoq so'lat g'ayri pasondiki odamlar. Hadisila gadallarigacha qora qon o'rlab, mis qozondek qoradab ketadigan qiyni buzuq talabalar. Yana qandoqdir ajoyib g'aroyib ko'rinishdiki muz chiroy mutaassiblar domullamning oldida xuddi hujumga tayyor turgan yirtqushlardek hurpiyib turishadi. Ularni pand nasihat bilan insofga keltirish kerak edi. Munozira boshlandi. Maydonda haq bilan nohaq kuch sinashqali turdi. Jang maydonida bir-biriga qarshi ikki taraf tang o'q etishgandek, munozirada ikki taraf bir-biriga qarshi fikr qilishga boshladi. Domullamning yo'lliq, keskin fikrlari, dalil isbotlari oldida mutaassiblar shundoq mag'lub bo'ladiki, mundaq chaqlarda ular butkul vujudiga singib ketgan jahilligiga toyinib,
yengnisini yo'qitib qo'ygan qushnashdek yerga qarab jim turib oladi. Demini ruslab elib, beshini yuqori ko'targanda, yana o'zlarining puchak fikrlarini uyalmasdan takrorlab, otayin kojlashadi. Ba'zida beqiniga kaltak yegan to'paqdek mo'ngadi. Ba'zida to'sin toydek qiyg'oq etib, egar to'qimni qorniga oladi. Hatto tepishga, tishlashga tayyorlanadi. Ular vijdondan, insofdan, diniy e'tiqoddan voz kechsa kechadiki, bola tekkan nafsidan voz kechmaydi. Ular ana shundoq koj, johil, talva mutaassiblar edi. Ular bilan hormoy-tolmoy elishish, munozirlashish, ularga haqiqatni tushuntirish kerak. Shunda qilgandila, ularning johil qo'rg'onlarini buzib tashlab, ularning o'rniga xalqqa baxt saodat yetkazadigan guliston barpo qilg'ili bo'ladi. Tang olsun. Xudo buyursa, bu muqaddas ishni boshlasam. Aqida o'g'risi missionerlarni yer bilan yakson qilsam. Xudo, qachon tong otar? Tong etishga taqasa bo'lgan Abduqodir Damulla titit bo'lganidan necha qitim sirtqa chiqdi. Yulduzlar jimirlashayotgan sirliq osmon gumbiziga chopsonroq tong osishgan deb iltijo qildi. Afsuski, tun karvini hamon o'z yo'lida osta mamadi. Oldirgan kishiga har qanday tez mengayotgan narsa xuddi osta mengayotgan kala harvisiga o'xshash bilingandek, Damullamg'imi bu kecha ana shundoq osta o'tayotgandek bilinadi. Piyoda mangsammi, bu chaqqa Yamanga natchi berib kelgan bo'latdim, dedi u ichida titit bo'lib. Osmon suzilib tong otdi. Sentabrning boshlarida attigini havo intayin sap va salqin bo'ladi. Damulla oldirash tarat oldi. Bütün kech tayyorlik ko'rib, tong etish bilan jang maydoniga otlangan fidoilardek jangovar ruh bilan uydan chiqqan Damulla sap havodan hozirlangach masjidga berib jamoat bilan birga bomdod o'qidi. Bugun u o'zini har qanday kundagidan tetik his qiladi. Attiganlik darsdami taliblarga sahar sayrgan xushnavo bulbuldek mukolima qilib taliblarga dars o'tdi. Dars tamomlangandan keyin Damullam o'rnida qimir qilmay o'ltirib, taliblarga takshi nazar soldi. Uning qarashlaridan butun bir kecha beorom qilgan dardlik shavqunning bujg'ullari chachrab turadi. Damullamning bizga deydigan biror so'zi bo'lsa kerak deb paraz qilishgan 30 lik talib qimir qilmasdan ustozning og'ziga qarab o'ltirishdi. Damullam tomiqini bir ishga qirib elib so'zga kirishdi. Dars oxirlashganda ustoz, shogird degan so'z mavjud emas. Hammamiz o'xshash. Hammamiz o'xshash ilm talab qilguvchilar bo'lganimiz uchun asrorlarimizni, hol va ahvollarimizni o'zaro aytish mungdishimiz. Shodligimiz bo'lsa, tang shodlanib xursand bo'lamiz. Dard alam, qayg'ularimiz bo'lsa, tang tortishib, tang yig'lashimiz. Shundoq-ku. Damullam ko'pchilikka takshi qarab, ularning ko'zlaridan albatta shundoq degan javobni olgandan keyin davom qildi. Yuragimda uzundan beri saqlanib kelayotgan bu yaqindan eg'irlab ko'tirgusiz, chidug'siz, sabr toqat qilg'usiz darajaga yetgan bir dard bor. Bugun men shu dardimni har qaysinglarga aytmoqchiman. Taliblar yer ostidan bir-biriga qarashdi. Qandaqdir bir xil jiddiylikdan ularning yuraklari ixtiyorsiz gupildimakda edi. Damullam so'zini davom qildi. Bu dard shuningdan iboratki, dedi u rasmiy so'z echib. Uning ovozi ko'tarildi. So'zlari urg'uliq jarangladi. Bizga har qanday vaqtda hech qanday foydasi tegmaydigan chat el muxolifatchilari shuncha yiroq joylardan qatma-qat tog' davollarni olqib kelib, vatanimizda alohida huquq va imtiyozlarga ega bo'lib, ishga ishlarimizga aralashib, har xil benormal harakatlar bilan shug'ullanmoqda. Ularning maqsadi xalqimizni ma'naviy jihatdan parchalash, iqtisodiy jihatda talon-taroj qilishdir. Ular dastlabda shahrimizga tulkida quyruq shipamish deb nihoyatda bechora qiyofatda kelishgan edi. U chaqda muomalasi siliq, gap so'zlari yumshoq edi.
Hozir bo'lsa, mutahamlashib ketdi. Qandaqdir shifoxonalar qurib, haqsiz davolash usullari orqali aqida o'g'irlab, oramizga ixtilof urug'i chechib, ittifoqsizligimizdan foydalanib, bir qism kishilarni setib bilib, o'z qo'limiz bilan o'z ko'zimizni o'yib tashlashdak suiqasdlarda bo'lmoqda. Oldingi kuni Shved missionerlari, ya'ni ikki qarindishimizni urib, bosh ko'zlarini zidi qilib qon oqqizibdi. Mana bu ichinishli bir ahvol. Chekidan oshgan zo'ravonlik. Buningga har qanday kishi g'azablanmay turolmaydi. So'z bu yerga kelganda, Damollam texmo qaynab, Shved missionerlarining 1894-yili Qashqarga oyoq besib kirgandan buyanqi qilgan atganlarini dalil isbotlar orqali fosh qilgandan keyin davom qildi. Yerlik hukumat bu ishlarni bilib tursimi bilmaski soladi. Ulardan qo'rqib yo'l qo'yadi. Baylar texmo shundaq. Ular o'zingni bil, o'zgini qo'y deb ko'z yumib, quloq yupurdi. Bizning beshimizdagi eg'ir dard alam mana shuningdan iborat. Mening necha kundan beoram bo'lib, kechlarni uyqusiz o'tkazib kelayotganligimning sabablarimi buningdan xoli emas. Qarindoshlar, o'ylab ko'ringlarki, bu ishga sal qarg'ili bo'lmaydi. Bu vatan xalqning istiqboli bilan munosabatli jiddiy va zarur ish. Chora tadbir ko'rib, beshimizga yuzlangan bu baloyi ofatni cheklash, to'sish har bir vatan o'g'lining muqaddas burchi. Vatanni suyish iymon jumlasidandir. Buningga har bir kishi chora tadbir qo'llanishi kerak. Alloh hammamizga aql, idrok, chora tadbir, kuch-quvvat ato qilsin. Amin. Xotirjam bo'lsizlar ustoz, biz tayyor. Bu yo'lda jinimiz pido. Bizmi uzundan hasrat chekib yuratdik. Ustozlardan bunchalik bishorat berilgan ekan, bu ishga jinimiz pido. Taliblarning birdek to'lashgan ovozlari madrasani zilzilaga keltirgan edi. Osh vaqti bo'lib qolgan edi. Damollam madrasadan uyiga qaytdi. U texi noshta qilmagan edi. Amdila darvoza oldiga yetganda, yiroqdalla bir kishi egilib salom berib kelib, bog'iq sundi. Bu odamning egilib salom qilgandagi turqi va bog'iq sungan qo'llarining avrishim harakatlariga qaraganda, qaysi bir boyning odami bo'lib, uzun yildan boyga xo'sh-xo'sh deb pishib ketganligi ko'rinib turardi. Bay avatdi. Mullamning o'z qo'liga tek ko'zlagan edi, dedi u. Uning ballarining tol-cheviqdek avrishim to'lg'inishlari, mo'rilarining tampongsiz apkashdek egizbas turishi kulkilik edi. Damollam bir qarash bilanla bu odamning qo'y ishlaridek o'ginib ketgan xushamatgo'y ishkanligini, vujudiga singib ketgan qulluq mijozini boyqab, otayin gapga solmoqchi bo'ldi. Qaysi boy? Xo'sh, hamroh boy avatgan edi. Nim bo'pti? Mehmon chaqirgan edi. Qandoq mehmon? Anglasam, ati tetay chiqdi ekan. Janobiy konsullarmi keldi ekan, dedi u og'ziga tegmay javob berib. Konsul nima qildi ekan? Sening xabarlari yo'qmi tehi? dedi u hayron bo'lgan qiyofatda Damollamning ko'ziga qarab. Shuncha yo'g'on ishni ingliz konsuli bilan o'rus konsuli bu yil yoz xafa bo'lishib qapti ekan. Shuning bu yoqida ikki konsul bir-biri bilan o'chakishib qilib, biri murisini chiqarsa, biri dimig'ini qiqib, zodi aplishanmabdi. Bizning boy ikki podshoh o'chakashsa, bo'lg'uliq puxrog'i bo'lib qolmasin deb, ikki tarafni yarashtirib qo'yish uchun bu ziyofatni bermoqchi. Bu bak ulug' ziyofatgan. Undaq yerda menga nima bor? dedi mollam masxira orlash miqida kulib. Hargiz undaq demisizlar. Bu yan mangashimda qozi Damollam kamisi bo'lmaydi deb atayin topshirgan edi. İltifat qilsizlar, dedi u o'tinish ohangida. Lekin atiki ziyofat undaq-mundaq ziyofatlardan emas juma. Konsul apandimlar badaxshan org'amoqlardek nozik keladigan o'xshaydi. Bizning boy ularni bak esil, bak nozik haq, ranjitkili bo'lmaydi deb puti ko'ygan to'xodek qo'g'inni payzavatdan, anjurni 5 keramdan oldirib keldi. Kavobning o'zili 3 xil: qiymi kavob, zix kavob, tunur kavob. Qashqarda dong chiqargan Nuraxon kavobchiga 5 dona paxlanni o'zim haydab opirib berdim. Ulgurtmislar bo'lmaydi deb qattiq jikidim. İltifat qilsizlar, xo'sh bo'lay. Sapseriq hasaldek pishgan tunur kavobdan palanma qilg'ash o'ltirib kelmamlar. Damollam seskinib ketdi. Taslikda o'zini tutib elib, "Sen o hamroh boyning qandoq odami? Xo'sh,
Men bola chig'imdan tortib boyning oldida cho'ng bo'lgan. Qulmu sen? Yo'q domullam, men qul emas, dedi u hijib. Ko'zlaridan qandaqdir shubha va xuduksirish alomati chiqib turadi. Lekin bo'lsam-mu, Hamroh boydek odamga qul bo'lsam, pushayminim yo'q juma. Nemishqa desizlar? U bek yaxshi odam, ko'ngli momdek yumshoq, ko'ksi daryodek keng, qo'li shahar darvozasidek ochiq. Uning yaxshiligidan qochtimga birini ursa, yana birini ursla deb, bu yanqi qochtimni tutib bergim keladi. U menga bek amroq, menmi uningga amroq. Har kuni qancha qitimlab tillab, tastaklab tursimi, Xudoning iltifoti bilan faqat ko'nglimga olmayman. Yana salom qilib oldiga kiraveraman. U odamningmi ochiqi birdamchilik, kechirdi. Isming nima? Amatqul. Amatqul, dedi domollam istehzo oralash kulimsirab. Bu gapcha, sen boyning quldek yaqin odam ekansan. Berib shuni et. 2 kunsul g'osh-g'ush qilsa, barakallosig'i ning sarlab pul g'ajlab dasturxon solgan undaq sehi boyning harom ziyofatiga o'zim g'o'bamayman. Sahrodagi uyimdagi oli kuchkimni avatmayman. Berib et. Mushu so'zlarimni eqitmay, temitmay, aynan yetkaz. Bo'lamdi. Xapop ketamikan? U orsalda bo'lgan qiyofatda ko'zining paxtasini chiqarib qarab qo'ydi. Xap bo'lsa, seni yana 2 tastak urar yoki tillar. Nima g'am yetding? Qulluq ro'yingga orkanmaydi. Bor, yugur. Men nima degan bo'lsam, xo'jayininga shuni yetkaz. Domollam boqni cho'rib yetib, o'ylisiga kirib ketdi. 15-bob bir maydon keskin jang. Birinchi dunyo urushi yillari Rossiyada, O'rta Osiyo rayonlarida yuz bergan ocharchilik mezgillarida qassobchilik, atkazchilik qilib boy bo'lib, Qashqarga qaytib kelgan Sidiq oxunni kishilar Anjanboy deb atab olgan edi. Aytishlarga qaraganda, hisobsiz boylik to'plagan Anjanboy Qashqarga qaytib kelmoqchi bo'lib, 3 arg'amoq tayyorlabdi. Bir arg'amoqqa o'zi minib, bir arg'amoqqa xotinini mindirib, yana bir arg'amoqqa yo'g'on bir xurjun tilla ortib yo'lga chiqibdi. Bir kechasi tong saharda chegaraga yiqilib kelib qarasa, qorovullar chekishayotgan paprosning cho'g'lari ko'rinibdi. Apla, qorovullar uyg'oqkan. Debdi-da, xotini bilan maslahatlashib, birdilla ot silib o'tib ketmoqchi bo'lib, otlarni qamchilab, bo'lishiga choptirib chegrini bo'sib o'tayotganda qorovullar to'sibdi. Ular quloq solmabdikan, qorovullar o'q etibdi. Xotini mingan arg'amoq bilan tilla ortilgan arg'amoqqa o'q tegib joyida qoldi. Anjanboy mingan arg'amoqqa o'q tegmay, chegiridan sog'-salomat o'tib ketibdi. Yelimi yaxshi, Anjanboy 2 yanchuqiga liq tilla qochilib olgan ekan. Shuning bilan Qashqarga salomat kelib opdi. 2 yanchuq tillamu oz boyliq emas. Gerçi onun bilan Qashqar bo'yicha cho'ng boy bo'lib ketalmisimu, har holda qatorga qo'shib sanog'idek boylardan bo'lib qopdi. Agar yiliqi bir xurjun tillani o'tkazib kelgan bo'lsa, hammani besib tushadigan boy bo'lib ketadigan. Shunda qilib, yangi o'sib chiqqan Anjanboy shahar atrofidan 15 choraklik yer setib elib, cho'risiga tom qo'purdi. Bog'ning janubiy tarafiga ko'tirma qilib, peshayvonlik imorat soldi. Bog' ichiga ratlik qilib, o'rik, shaptul, pista bodam, behi, nashbut, olma onar, olucha, jinasta, aynula, anjur qo'ydi. 3-4 yilga qolmayla bu bog' gullanib, shahar bo'yicha donliq bog'lardan bo'lib qoldi. Bugun Anjanboy ana shu bog'ning cheyini qilib ziyofat bergan edi. Ziyofatga shahar kottilari, qozi, mufti, damulla, mudarrislar, shayx mutavallilar, boy savdogarlar va boshqa mo'tabar kishilar taklif qilindi. So'rin bog' o'tirsidagi bo'ston deb nom berilgan supi ustiga tuzilgan bo'lib, usti o'tqoshdek gilamlar bilan purkangan. Uzun baqasam ko'rpalar silingan edi. Kelgan har bir mehmonning sohibxona. Anjanboy loyiqida izzat ko'rsatib, so'ringa boshlab turdi. O'zlarini yurtning tojisi, elning obro'yi deb hisoblaydigan nurg'un mehmonlar orqama-orqa kelishib, har qaysisi o'z loyiqidagi ozoda o'rinlarga joylashib,
Go'yo o'zlarini mushundaq katta ziyofat dasturxonlari uchuli tug'ilgan kang rizqiliq bandalardek his qilishib, mag'rur qiyofatda g'odiyib o'ltirishadi. Mehmonlar tex to'liq kelib bo'lg'ini yo'q. Asosliq mehmondan yana bir nechisi kam. Shu sababdan taom tortilmagan edi. Bu fursatda mehmonlar 3 dan 4 dan bosh qo'shib o'lpatlashgach so'z chaqchaq qilishmoqda edi. Oldingi ziyofatdagi tunur kavupi ajoyib o'xshabdi ekan. Ta'mi necha kungacha og'zimdan ketmadi. Deb so'z ochdi oq pishmoq, yopiloq yuzlik, hongitdek uzun bo'yin kelgan havas damulla ishki yenida o'ltirgan tang dematlik damullalarga anglatdi. Qaysi ziyofatdagini deyla? O'ng tarafda o'ltirgan gavdalik, yo'g'on qo'rsoq kelgan Shukur damulla so'zga qiziqqandek bo'lib savol qo'ydi. Hamroh boyning ziyofatidagi kavobni deyman. To'g'ri, tushundim. Rost o'xshabdi ekan. Anjanboymi tayyor qilgandi. Tayyor qilish qilmasligi har qaysilardek duogo'ylarimizning mustajab duosiga bog'liq taqsir. Sol tarafda o'ltirgan ushliq engak, ushliq soqol, so'zunchoq yuzlik, ot bosh kelgan yurt ichida shayton deb nom olgan Himit damulla kulib turib so'zga qo'shildi. Uning shaytoniy kulishlaridan, sho'x ko'zlaridan birer qiziq chaqchaq chiqadiganligi ko'rinib turadi. Agar hamroh boyning o'xshagan tunur kavopini yeganda yo rahmatiga choplashib kel deb duo qilishgan bo'lishsa, Anjanboyning ziyofatidami tunur kavopi choplashib oldilariga keladi. Undaq bo'lmasa umid yo'q. Ko'zligi ko'kvosh qo'noq yeb o'ginib ketgan ot ulag'ning bedi samon bilan xushi qolmagandek har kuni choy ziyofat, nazr nuzuratlarda yaxshi yeb odatlanib qolgan mo'llarning tunur kavopi bilan boshlangan choqchiqi barxancha qizishga boshladi. Janoblari qandoq duo qiladi ekan? Mening shu kungi duoyim ancha ijobatli bo'lmadi, dedi Himit damulla kulib turib. Uning sababi nima ekan? Shukur damulla bilan Havas damulla tangli uningga savol nazari bilan qaradi. Chunki ular shayton damullaning kulkisidan ichida qandoqdir bir xil kulkilik gapning chinqilib, teshig'i portlab chiqishiga tayyor turganligini mo'ljarlashgan edi. Menga shu kuni bir oz shayton orlashib qolgan edi, dedi u o'ng'ayli iqror qiladigandek hejiyib turib. Qani qandoq shayton? Havas damulla uni qistamoqchi bo'lib savol qo'yib-edi. Shukur damulla uning so'zini tortib elib so'zlashga boshladi. Men tushundim, dedi u kulkidan qopdek echilgan og'zini kepkurdek kang olqini bilan to'sib turib. Qani nimani tushunlikin? Deymo, xafa bo'lmayla, ha? Yo'qsa, xafalikdan 500 yil burun tug'ilib ekanman. Men shu kuni diqqat qildim. O'zlari konsul boshlab kelgan marjaning ro'brosida o'tirib ekanlar. Qarasam, shuning jamoliga qarab erib ketiblar. Qandaq, to'g'ri aytdimmi? Himit damulla kuldi. Uning chiroyida ko'nglimdikini tepib olding degandek alomatlar aks etgan edi. Unda parizatni ko'rganda tosh yurak odam bo'lsa-mu erib keta, dedi u ko'nglidagi xushliqini boshqalarga aytqusi kelib, sabr qochisi to'lgan bir kayfiyatda o'ng'ayli iqror qilib. Sizlar aytgandek, parizatning ro'brosida o'tirib qopti ekanman. Uningdan purqib chiqqan atir puroqlari dimoqlarimni yerib qil qoldi. Nima degan suzuk chiroy u. Ichgan choy, yegan mevalar tomoqidan ko'rinib turadi ekan. Mangzi ayni qizil olma, lavlari qizil maxmal. Atidan kechgacha amr ma'ruf qilib, jamoatni yomon yo'ldan to'sib, yaxshi yo'llarga boshlaydigan mo'llilar ko'ngli yaqin ulpatlari bilan tepishganda, ani shundoq nosoza choqchoqlarni hiyiqmay qilishadi. Ularning ba'zan log'zi choqchoqlarini ko'chada qiz cho'konlarga oshkora ko'z o'ynatib, buzuqchilik qilib yurgan axloqsizlarnikidan necha barobar qabih desak, ancha mubolag'a bo'lmas albatta. Sorunning bir chetida o'ltirgan g'ildirak damulla bilan Badrak Mahzum qatorliqlarmu bir kollik bo'lib elib paranglashmoqda edi. Nimaga saqlayotgandu? dedi Badrak Mahzum ziyofatning boshlanmayotganligiga betoqat bo'lib. Balki qozi damullarni saqlayotgandu, dedi g'ildirak damulla nepis lavlariga kinoyilik kulgi shugurdi. Odamgarchiligi yo'q u odamni saqlab nima qilamiz? Baribir kelmaydi. O'tganki shunda katta ziyofatga tetay, hatto konsullarni qadam tashrif qilgan shundoq cho'ng ziyofatga kelmaydi-ku. Chiroyi o'ngan
qandaqdir ichki norozilikdan ko'zlari chekchiyib, yelim cho'chikida qaytib ketgan Badarak Mahzum qo'shuvmisini turib so'zlaydi. Bayning qo'ltis ochiq keldi Juma, Xudoyim saqlasin. Bay bosh odam emas ha. Bilmamla taqsir, o'chakishib qolgan odamdan har bob bilan o'ch ilishni biladigan odam u. Xudo saqlasin. Og'zida Xudoyim saqlasin desimu, ko'zlaridan chopsaroq o'ch olsin degan telak uchqunlari cho'chirib turgan g'ildirak damulla qandaqdir mudish oqibatdan ko'zini ap qochgandek yerga qarab jim o'ltirib oldi. Sorunning to'ridan o'rin olgan Hasan Qozi uning o'ng tarafida o'ltirgan zo'r gavdalik G'appar damulla qatorliqlarmu qandaqdir bir ish to'g'risida mo'ngdishayotgandek oralab bir-biriga qarashib qusurlashadi. Ammo G'appar damullaning harakatidan ular o'tirsida bo'layotgan so'z suhbatning onchi qizg'in emasligi ko'rinib turadi. Gumbazdek o'ltirgan G'appar damulla bo'ynini zirobadek so'zib, qandaqdir dahshat ifodalanadigan sirli qarashda u yoq bu yoqqa qaraydi. So'rindan 30 mingdamcha yiroqdagi qozon beshida o'pir-to'pir bo'layotgan odamlar to'pig'imu nazar tashlaydi. Uning mundaq aloqzada bo'lib qarashlaridan sohibxonani izlayotganligi chiqib turadi. Buni bilgandek Anjonboy qozon beshi tarafdan chiqib keldi. U to'p-to'g'ri Hasan Qozi va G'appar damulla oldiga kelib, Dostixonimiz tayyor bo'lib qolgan edi. Boshlasak-mikin? dedi adab bilan qo'lini ko'ksiga elib. Boshlayli. dedi Hasan Qozi ijozat bergan qiyofatda boshlanishdi. Uninggacha qozi damullama kep qola. Ziyofat boshlandi. Choydan keyin rishola tortildi. Mehmonlar zo'r ishtaha bilan piyolalarni quruqtab turishiga Abduqodir damulla, Qutlug' hoji Shavqiy, Mo'lla Saud Xalpat qatorliq oxirgi mehmonlar yetib kelishdi. Dostixon ustidagilar pichiqi chepib, tishlari g'ujurlab tursimu, rasm rusumatni qo'ldan bermaydiganlar tangdegidek o'rindan turib, damullamga ehtirom bilan salom berishdi. Damullam alayhi qaytirib, ulug' ushaq qamisi bilan ko'rishgandan keyin Hasan Qozining ro'barosida o'ltirib Fotiha qildi. Mana o'rinlarga o'ssilar. Hasan Qozi ustiga so'zlab damullamga atab bo'sh qoldirgan o'ringa taklif qildi. Sohib xonimu, bu yanqi mehmonlarmu damullamni yuqori o'tishga taklif qilishdi. Damullam o'zra aytdi. Rahmat, mushu o'rinda o'ltiray. Deydi u taklif qilguvchilarga rahmat aytib. Bu o'rinda o'ltirsam, birinchidan hammaylarning jamolini tashib ko'rgili bo'ladi ekan. Ikkinchidan o'z muddoyimni hammaga anglitishga 10 keladi ekan. Shuning uchun ushbu o'rinni loyiq ko'rdim. Nima deganlari o? Chaqchaq qilmay o'rinlarga o'ssilar. dedi Hasan Qozi yiqimliq, ammo keskin talaffuzda o'rin ko'rsatdi. Chaqchaqqa vaqt zoyidir. dedi Abduqodir damulla ovozini sal ko'tarib, Hasan Qozi boshliq mehmonlar hayron qolgandek chekchiyib turib qoldi. Damullam qo'yuq qoshlari ostida yenib turgan o'tkir ko'zlari bilan ko'pchilikka tikanda qodilib turib davom qildi. Men aslida o'z muddoyimni izhor qilish uchun har birlarining uyiga bir-birlab borsam bo'ladi. Afsuski, borolmay qoldim. Apu qilishsizlar. Hala bugun ushbu sorunga jam bo'ladiganligimizni g'animat bilib buyon keldim. Muddo nima deb so'ralsa, shundoq javob beramanki, mushundaq hashamatli choy ziyofatlarda mast mustag'raq bo'lib o'tayotgan bugun kunlarimizga zodil rozi emasman. Chunki mushundaq mast mustag'raqlik sababidan vatanning holi xarob, xalqning kuni tas bo'lmoqda. Xalq nodonlik, jaholat ilkida azob chekmoqda. İşlerimizde yükselish bo'lmay, ko'ni yo'lda halokatga qarab mangmoqdamiz. Vaqtimiz, davrimiz, obdan fursatlarimiz qo'ldan ketmoqda. Bu munqarizlikdan bishorat beradigan xavfli hodisa. Har bir vijdon egisining mundaq xavfli vaziyatda qandoqmi jim turg'usi kelsin. Bugungi dasturxonda jam bo'lgan qozi, mudarrislarimiz, damullalarimiz, saxovatlik boylarimiz bu xavfli ahvolga nisbatan ko'zni ama, quliqini gaz qilib, qandoqmi beparvolik qila olsin. Shuni tushunishimiz lozimki, vatan xalqning g'amini yeyish, ularning beshini o'ngshab, baxt saodatga boshlash
mushu dasturxondagi hamma kishining gadindagi farz va qarzdir. Insof tarozimiz bilan o'lchab ko'radigan bo'lsak, bo'libmi biz o'limalarning xalqni nodonlik, jaholatdan qutuldirib, saodatli kunlarga yetishtirishdek muqaddas vazifamiz bordir. Agar ushbu vazifamizning borligini inkor qiladigan bo'lsak, u chaqda biz zodi nima uchun o'qidik degan savolga javob berolmasligimiz mumkin. Ikkinchi turli qilib aytganda, xalq vatan uchun xizmat qilmagan ilmning yana qanday fazilati va ahamiyati bo'lsin. Bu taraflarini har bir o'lima obdan o'ylab, muhokama qilib ko'rishimiz kerak. Damullan, bugun salpal chechilib qoplig'i, dedi G'appar Damulla yuqorqi so'zlarni pisantiga olmagan qiyofatda so'g'uqqina kulimsirab. O'zini ilmda cho'nqur hisoblaydigan. Bas munozirada har qanday kishini bir cho'qibli yengib chiqaman deb o'ziga tamanno qo'yadigan bu takabbur Damulla shu kunlarda yurt ichidagi qisman nupuzi va hamroh bo'ydak gulanchukiga toyinib mutaassib qori kuchlarga boshchilik qilayotdi. Shunga u Abduqodir Damullani mansitmaydi. Qilgan ishlarini yaratmaydi. Bugun Abduqodir Damullaning G'appar Damullaga udul o'ltirib degan so'zlari uning yuragiga neshtardek sonjilib beorom qildi. Hurmatli radio anglovchilar, yozuvchi Xivir To'mirning Shinjang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Abduqodir Damulla haqida qissa nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Nima uchun o'qidik? Xalqni qorong'ulikdan yo'riqlikqa, jaholatdan ma'rifatga boshlaymiz deb o'qidik. Ingliz, shved missionerlari qanday yo'l bilan bizga mehmon bo'lib qoldi? Ularni kim chillab ketdi? Chunki bizda diniy o'qishda o'qigan mullalar yurtning yaxshi taomini yeb, sadiqa ehsonga duo qilib o'tadigan, uningdan boshqa hech qanday xolisona majburiyatni ustiga olmaydigan yomon bir odat shakllangan. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur.